Assalomu alaykum. Do'kon vazifasingizda bugun sizlarga $1000 bilan 22-yil Cobalt avtomobilini olib qo'yganman. Mana aka, kamera ko'rishingiz mumkin. Probegi 173.000, holati ideal, avtomat. Holati ideal, yemagan, toza mashina nasib bo'lsa, kraskasi mana shu krelosda, ikkinchi eshigida bor, ichiga o'tmagan. Demir ustalaringizni tekshirib olasizlar. Qolgan qo'shimcha ma'lumotlar telefon orqali ham yana gaplashamiz. Bu mashinamiz naqdga ham baraka bo'ladi. Bosh to'lov $1000 bersalaringiz nasib bo'lsa, qog'ozsiz 5 yilga, qog'ozsiz 3 yil, qog'ozsiz 4 yilga chiqarib beramiz. Hamma xarajat ichida.